Chorva, mol, qo'y, ishqibozlar. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrdon obunachilar. Bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasi o'zimizning xonadonimizdan sotiladigan simmental buzoqchalar keldi. Qadrli obunachilarimiz ko'pi Hunajindan Stemnisdan to'g'ri bering. Zo'r bo'lsa chiqaring, zo'r pulga olaveramiz deganlarga mana xudo xolasa konkretniy buzoqlarimiz kelgan. Ko'rib bahoni beraverasizlar akalar. Ama videoda oldidan buzoqlar uchun bittadan like bosinglar. O'ta krasotalarini, qo'ng'irlarni olib kelganmiz. 4 bosh Hunajin, 1 bosh buqa. Ko'rib, mashalloh deb kommentariyada o'z fikrlaringni bildirib buzoqlarga likechalar bosib qo'yasizlar akalar. Mana 100% 100 simmentallar. Qaranglar, turishni qaranglar akalar. Xum kallalar, xum boshlaridan mana qaranglar. Qo'ng'irlar qaranglar, oyoq polvon. Oyoqlari ham o'zi ham ketmon sopida yotdi. Bunaqalari to'g'risi yilda bir marta keladigan buzoqlar akalar. Kim qiziqqan bo'lsa telefon qilib bemalol nima savdo qilishaveradi. O'ta ham krasota, o'ta ham zoti ham boshqasi ham kuchli. Xudo xolasa bir olgan odam mazza qilib seyr qiladiganlardan qaranglar. Qarang, turishni qarang. Kelib sizda ko'rsa tashab ketadiganni yo'q buning ichida. O'zbekistonning yagonasi. Yagonasimi bu? Qaranglar. Sun'iy intellektda chiqarganga o'xshaydi, mana turishni qaranglar. Bunaqasi Oltiariq chorva bilan oson bozorda chiqadi. Ha shu. Ustozingiz omon bo'lsin. Yuzi bilan tashlayveradi bu buzoqlarga. Yo'q. Bunaqasi haliga hamma joyda chiqmaydi, Oltiariqda chiqadi. Yo, qadrli obunachilar ko'p ham maqtagandan kelib sizda ko'rsalarni haqiqatda ishqiboz bo'lib yonidan ketolmay qolasizlar. Mollar haqiqatda kuchli. Turishlarga bitalak bosib qo'yishaveradi. Mana qaranglar mana. Mana qaranglar. Qo'ng'ir. Kallaga qo'ng'ir. Bir xilda. Tepan qaranglar, bir qarcho'roq. Bu yerda hozir pashti 2 haftaliga yaqini mana shu bitta, qolgani shu 20 kun, 25 kunlik, keyin bitta 3,5 oylik novosimiz bor. Bir partiya yo'q qolgan akalar. Mana shu novosimiz bor. Qo'shsalar ham bo'laveradi, novos boshqa firmaniki. Qo'shsa bo'laveradi. Bu 3 ta bitta firma, bu alohida, bu alohida. Mollar zo'r. Bitta olib boqib, hali yaxshi firmacha qilib olsa bo'ladi. Ha shu o'zi 4 ta Hunajincha sigir olib qolsa, bitta xonadonda ro'zg'orini tebratib qo'yadi indamasdan. Novoschaga keladigan bo'lsak, Novoschani xolasa sutdan chiqarib olsin, xolasa kepe silos berib boqsin. Ikki holatga ham tushadi. Endi uzoq kuttirmasdan narx-navolarni aytadigan bo'lsak, narxlari 5'ovini bitta joyga olaman desa 98 millionga xayri bor. O'tib beramiz. Agar donalabga olaman desa 17 milliondan 23,5 milliongacha buzoqimiz bor. Kelib ustida ko'rib olishaveradi. Mollar haqiqatda kuchli akalar. Maqtagandan kelib ustida bitta ko'rsin, haqiqiy tushunadiganini kelib ko'rsin-da, tashab ketmaydi. Qaranglar, orqadan qaranglar. Krasotalarni olib kelib qo'yibsiz sizlar uchun. Zo'ridan kerak, men bitta boqay, zo'rini boqay deb telefon qilgan ukalarimiz bor edi. Hunajinda udari bo'lsa olaveraman, aytgan pulingga olaman deganlari bor. O'shalar kelsin mana. Hunajinda bo'shim boshqa narsalar keldi. Aloqaga chiqaverasizlar. 91lik 159 4050. 90lik 831 0047. Kattaroq novoslar kerak deganlarga mana bu yerda katta novoslarimiz bor akalar mana. 8-9 oylik, bo'ylari 120 atrofida. Endi bu go'yning ichiga kirib ololmadik, lekin ular ham bor akalar. Gideta bo'yi 120, yoshi 8-9 oylik atrofida narsalar. Mana ko'ringlar. Katta yirik bular. Shoxini kuydirishmagan ekan, shoxini kuymagan. Holati zo'r. Arqa tarafidan olayotgan, orqasidan olishni iloji bo'lmayapti. Yeb ichishi zo'r. Zoti 100% mental. Rossiyadan kelgan yo Qozoqdan kelgan mollardan bas.
Bular ham fermaniki toza naslli narsa. Kattarog'ini sekin-sekin yemlatib shu 1 yildan keyin 50 million tepasida sotib olaman donasini deganlarga tavsiya qilaveramiz. Buni jupiga 62 million 500 mingga xayri bor. Bo'yi 1.20 plus minusi bo'ladi jichirchi. Yeb ichishi 10 da unaqa nimasi yo'q. Keyin zotiga ham bexijolat unaqa gibrid yo bo'lmasa Rossiya qozoqniki bas. Toza o'sha Avstriya, Germaniya mollari. Bemalol ko'rib, laykni bosib aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Sizlar uchun oson bozor har doim mehnatda, xizmatda. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar, faqat yaxshi kunda, yaxshilikda sizlar bilan diydor ko'rish nasib qilsin. Mana shu bezovlarga bittadan tirsillat laykni bosib qo'yinglar mana. Qaranglar akalar, vahshiy boshqa narsalar bilan. Bular tushungan odam boshqa bo'ladi. Tushunmagani negativ bo'ladi xolos. Buni qadriga yetgani boqadi bularni. Xudo xolasa birinchi tug'ishda ham 30 dan tepasida beradi. Sog' bo'ylar, laykni bosinglar.